Changan 98 talik. Polni oldi hadovi, orqa hadovi, generatorlarda ovoz bor. Hop. Buni moy oqib ketgan, kollektorga tushgan, hid chiqadi. Ko'plar qatdan chiqadi, nima chiqadi deyshadi. Shuni almashtirib beramiz. Mashina ancha to'kilib qopti. Ancha qarashmay qopti. Pennilar yirtilyapti. Sharoylar ketyapti har galgidek. Sangi bloklar tegyapti. Haqqi qolmagan. Mana generator. Generator remellari yorilyapti. Suvda ko'chada qolib ketadi bu mashina. Konditsioneriga titilyapti. Mana eshitilyaptimi yo'qmi? Mana shu ovoz. Biz generatorni tashkil qo'ydik. Generator xudo xolasa to'g'ri chiqdi. Imkon qadar Alloh qodir qilgancha qilib beramiz. Hop, shuni aytishyapti, qatidan muhofaza deb. O'yinni mana boshladim. Vaqt ketgan. Generatorlarni yechib olganmiz. Yo'llarni hammasini moylab, smeskalar shu Nexia futilga qilib, hammasini moylab, futilgalar mana zazurlarga yopilgan. Sharoylarni qo'yib, chutga qilib berdik, yig'ib berdik. Kalonkani olib yig'ib bersak bo'ladi, xudo xolisi. Motor ichi qorayib ketgan. Mana salnilari bo'ladi, shuni almashtirib olish kerak hammasini. Mana bu izinkalari, praketkalari. Kalonkalar yig'ilyapti. Zapchastlari mana har galgida o'zida olib keldik. Hammasini litollab, yig'ib chutga qilib berilyapti. Mana chiqarib tashladik hammasini. Qolmadi. Endi qotib ketgan mana o'zi hammasi mana qotib burdalanib ketyapti. Mana sinib ketyapti. Chunki bularni qotib ketadi bu o'zi. Iloji bo'lsa har galgida almashtirib turish kerak bularni. Mana ham o'ziniki qalin, ham semiz, yumshoq. Shunaqa bo'lishi kerak. Mana prakletkalar hammasini hozir qo'yamiz. Endi buni yechib qo'yish qiyinroq. O'shaning uchun ko'plar buni yechib qo'ygisi kelmaydi, erinadi. O'shaning uchun qo'yib yuboramiz. Keyin buni hozir prakletka uzoqqa bormayapti deyotdilar. O'shaning uchun hozir buni mana klapini bo'ladi. Mana shu klapni ishlamasa shunaqa bo'ladi. Klapini almashtirib yuboramiz. Klapini olib kelamiz, yengil qo'yib yuboramiz, xudo xolisa. Mana shu yaltirab turibdi, sutga sep tegan. Sepni mana shu joyi tegadi. Mana shu joyi sepni tegadi. Ko'pchilik chirilyapti deyshadi. Sep cho'zilib ketgandan bo'ladi. Chunki moy yaxshi emas. Mana klapni chiqarib oldik. Mana o'ziniki. Mana yengiz. Mana klapindan ham ko'p sabab bo'ladi. Mana bu temperaturda mana ichiga tushib ketyapti klap. Bu og'irroq, mana bu yumshoq yuryapti. Xudo xolasa shundan ishlari bitadi. Bularni hammasini germetka qilib qo'ydik. Bularni germetka qilib qo'yish kerak. Krishka praketkalarni, nimaiki zavod o'ziniki qalin bo'ladi. Keyin bu sotuvdigilar ko'plari baribir zavodga yaqinroq, anaqasi sal ingichkaroq bo'ladi. O'shaning uchun strokopkaga germetka surib qo'yiladi. Generator tayyor, xudo xolasa. Voy ovoz chiqadi, mana ovoz yo'q, yumshoq. Ovoz yo'q, yumshoq, xudo xolasa. Mana mashinamiz bitta, xudo xolasa, razvorlarni qildirib, endi olib kirib, o'zingiz uchun tekshirib olamiz. Keyin bemalol ruxsat bersak bo'ladi. Xudo xolasa zo'r bitta mashina bo'ldi. Razvorlaring cho'tki bo'ldi. Qolgan Changan 98 talik hadovi bitta.
razvorlarni qildirib, shpinniklarni pechatlab, sharovoylar pilnigiga yirtirib ketgan edi. Hammasini alishtirdik. Hammasini har galgidek moylab, smaska qilib, cho'tka qilib, yumshoq qilib berdik mana. Xudo xolisa cho'tki bo'ldi. Sharovoylarning turishlari ham bir xil, litol polni. Hamma narsaga mehr bersa cho'tki bo'ladi. Sharovoy oxir salni bloklari moylab menga qo'yib cho'tka qilib berdik. Yo'qda ham shunaqa.